87. Xolasiz buni 220 ga uring. 220 bag'dan chiqadi. Ustada 1 yildan beri shogird yuradi, lekin relida ulanish tartibini, reli nimaligini bilmaydiganlar bor. Shuning uchun bu video tushuntirib o'taman. Xo'p. Bu oyoqlar bo'ladi, bu chiziqchalar. O'rtada spiralga o'xshagan bu admotka, magnit-maydon. Xo'p, buni ikkita kante bo'ladi bu. Kante. Xo'p, bizga magnit-maydon nimaga kerak? Xo'p, bu ikkoviga tok berasiz. Tok berganingizda magnit-maydon hosil qilib beradi. Mana bitta temir bor, kante bu temir. Shuni tortib beradi, magnit-maydon hosil qilgandan keyin taqqa tortib beradi tok berilgandan keyin. Buni ikkita kante birlashdi. Bu tomondagi tok bu tomonga o'tadi. Xolos siz bu tomondan berasiz, bu tomonga o'tadi. Xo'p, endi qarang, buni tushuntirdim. Endi relayda. Xo'p, mana ikkoviga 12 volt ulanadi. 12 volt. Xo'p, mana ikkovi kabel qolyapti. 30 bilan 87. Xolasiz buni 220 ga uring. 220 bag'dan chiqadi. Xolasiz bag'dan 220 uring, bag'dan 220 chiqadi. Xolasiz 50 volt, xolasiz 60, 24 farq qilmaydi. Faqat mana ikkita oyoqqa 12 volt bersangiz bo'ldi. Magnit-maydon hosil qilib bergan. Mana ikkita elektron kulchatir bor, kulchatir. Shuni bitta yopishtirib beradi, magnit-maydon hosil qilgandan keyin. Uji bag'da tok aradan baqa yuraveradi. Xolasiz minus ulaysiz, minus chiqadi, xolasiz plus ulaysiz, plus chiqadi. Xolasiz aytgandek 220 ni ulang, 220 chiqadi, lekin relay kuymaydi. Sabab faqat kulchatirdan tugatyapti xolasda. Mana ikkita 86 bilan 85 ga 12 volt tok bersalar ham bo'ldi. Relay kuymaydi. 220 ulasalar ham yonib ketmaydi bu.